Duxon surasi Makka da nozil qilingan 59 oyatdan iborat. Duxon tutun degani. Suraning 10-oyatida tutun haqida xabar bor. Surada Makka mushriklarining musulmonlarga, xususan Rasul alayhisalomga bergan aziyatlari, Musa alayhisalom bilan Fir'avn o'rtasidagi mojarolar va boshqa ma'lumotlar bayon etiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Hamim. Ha Mim. Wal kitabil mubin. Aniq kitob Qur'on bilan qasamyod eturmanki, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin. albatta biz uni muborak kechada nozil qildik. Dar haqiqat biz ogohlantiruvchidirmiz. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. U muborak kechada barcha hikmatli ishlar ajrim qilinur. Amran min indina inna kunna mursilin. U ishlar bizning huzurimizdan bo'lgan ishlardir. Dar haqiqat biz payg'ambar yuboruvchidirmiz. Rahmatan min rabbik innahu huwas-sami'ul alim. Bu Rabbingiz tomonidan rahmatdir. Albatta uning o'zi eshituvchi va biluvchidir. Rabbis samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin. Agar chindan ishonuvchi bo'lsangiz, Rabbingiz osmonlar va yerning hamda ularning o'rtasidagi bor narsalarning ham Parvardigoridir. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Undan o'zga iloh yo'qdir. U o'ldiradi va tiriltiradi. Sizlarning Parvardigoringiz ham, avvalgi ota-bobolaringizning Parvardigori ham uning o'zidir. Bal hum fi shakkin yal'abun. Yo'q, ular hali ham shak ichra masxara qilib o'ynarlar. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Bas ey Muhammad, siz osmon aniq tutunni keltiradigan kunni kuting. يغشى الناس هذا عذاب أليم. U tutun barcha odamlarni o'rab olur. Bu alamli azob.